Manga bir nasib bo'lsa, bolam yakka yolg'iz qolib ketadimi? Kim qaradi deb ham diqqatdan bo'lganman. Mana ijtimoiy xodimimiz kelib, xabar olib, qo'llab-quvvatlaganlarda eliga charchoqlarim ham ketadi, xursand bo'lib ketaman. Avvalambor prezidentimizga rahmat. O'g'lim birinchi guruh nogironı. Yolg'iz onaman, shu bola bilan o'zim qarab, o'zim shug'ullanaman. Mana ijtimoiy xodimimiz kelib, xabar olib, qo'llab-quvvatlaganlarda eliga charchoqlarim ham ketadi, xursand bo'lib ketaman. Xatlar jarayonida Otamada Muqaddason xonadoniga borib, xonadonni oilaviy sharoitini o'rgandim. Shu oilaviy sharoit o'rganganimda opa yakka yolg'iz, ya'ni turmushidan ajragan oila bo'lib, opaning 2 nafar farzandi bo'lgan. Shundan bir nafar farzandi 1998-yil tug'ilgan Jakbaril Ayibxon birinchi guruh nogironi, ya'ni bolalikdan nogironlik bo'lganligi sababli kes menejment asosida ularga bir nechta xizmatlar biriktirdim. Avvalambor opani tushkun kayfiyatdan chiqarishlari uchun psixolog biriktirildi va birinchi guruh nogironligi bo'lgan farzandlariga uzun market orqali voucher shakllantirib, unga ko'chaga chiqishi uchun aravacha olib berildi. Bundan tashqari opani o'zlari kasal bo'lib qolganliklari uchun hamda hech qayerda ishlab stajlari bo'lmaganligi sababli Inson ijtimoiy xizmatlar markazi tomonidan yoshga doir nafaqaga chiqarishga yordamlashdik. Kuz-qish mavsumi uchun 1 million so'mlik moddiy yordam tayinlandi. Bundan tashqari opani xonadonlariga har oyda bir marotaba bo'lsa ham vasiylik homiylik orqali ham homiylar atri orqali ham opaga oziq-ovqat mahsulotlari, kiyim-kechaklar ham berib kelmoqdamiz. Bundan tashqari opani oldingi holat uylari abgor bo'lganligi, yashashga sharoitlari bo'lmaganligi sababli homiylik asosida mahalla yettiliga faollar birlashib, xonadonni remont qilib, ta'mirlab berdik. Gaz, svet, suvlardan hozirgi kunda muammolari yo'q. Opa hozir yaxshi yashab kelmoqdalar. O'g'limni yaxshi ko'raman. Bir joy borsam ham hayolim bunda bo'ladi. Menga bir nasib bo'lsa, bolam yakka yolg'iz qolib ketadimi? Kim qaradi deb ham diqqatdan bo'lganman. Opaning qizlari turmush o'rtog'i vafot etib qolganligi sababli 2 nafar voyaga yetmagan farzandi bilan ona qaramog'iga kelib qolganligi va qizlarini ishsiz bo'lganligi sababli Ayibxonga opasini qarab turuvchi qilib biriktirildi. 2 nafar voyaga yetmagan nabiralari davlat bog'chamizda bepul tarbiyalanib kelmoqda. Bundan tashqari opaning hozirgi kunda kambag'al restor oilasida turganligi sababli 12-oila poliklinikamiz tomonidan bepul dori-darmon va bepul davolanish xizmatlaridan foydalanib kelmoqdalar. O'g'lim mana shu ijtimoiy xodimlarni yaxshi ko'radi. Ijtimoiy xodim emas, inson markazi. Xodimlar kirib kelsa ham ko'p kelib ketishgani uchun hammalarni o'g'lim yaxshi tanib qolgan. Hammalarni xursand bo'lib kutib oladi. Avvalambor prezidentimizga rahmat. Bizdagi qiynalgan oilalarga yordam berib, shunchalik yo'l yo'riqlarni ko'rsatib qo'yganlarga. Hozirgi paytda Otamada Muqaddas opaning oilalari og'ir vaziyatdan chiqdi. Bundan keyin ham opaga bir nechta xizmatlarni ko'rsatishni rejalashtirib qo'yganmiz.